Assalomu alaykum aziz obunachilar. Jizzaxlik akamiz 10 kun oldin zaklatlarni tashlab 1,5-3 metrlik bir mostli tentli variantda Nexia bir mashina olgan ekanlar. Shunga zakaz berdilar. Undan oldin ham Gentra mashinalarga 1,5-2,5 tentli bir 6-7 oy oldin qilib berdim. Shuni ham uni ko'rib ishlatib ma'qul bo'ldi deb 3 metrligini zakaz berib Nexia bir mashina olibdilar. Zo'ridan shunga qilib berdik. Hujjatlarni hozir nomlar yozdik. Yaxshi kunlaringizga nasib qilsin. Rahmat aka. Sizga ma'qul bo'ldimi? Ma'qul, zo'r, rahmat. Narx-navodan ko'nglingiz Narx-navolar zo'r. Narxi 14 million deyishuvdi, 13,5 million qilib berishdi. O'zi shunday ham arzon berishardi bular. 3 million oldindan zaklatini berdik. Ishonchli halol pok qilib mana tayyorlab berishdi. Bulardan xursandmiz, rahmat bulardan. Yaxshi kunlaringizga nasib qilsin. Yaxshi kunlaringizga nasib Siz ham qilsin. bergan pulingizdan biza baraka topadi. Birinchisini ishlatib ko'rdingiz, ikkinchisini zakaz berdingiz. Zo'r, birinchi zo'r. Zo'r. Ma'qul. Mana Damas risollar bilan qilib bering dedilar. 14 lik diska balonlar bilan qilib berdim. Nexia bir mashinalarga farkopkalarni ham nima qilib zanjirlari bilan yaxshi zamoqlar bilan qilib berdik. Oldlari ham ochiladi, yopiladi. Hozir endi bu yog'i podkakida turgan uchun ocha olmaymiz. Bemalol zakaz beraverasizlar. Aka, yaxshi kunlaringizga nasib qilsin. Rahmat aka. Samarqandga nimani taklif qilasiz? Obunachilarga nima deymiz? Kelishsin, olishsin. Narx-navolari zo'r, sifati zo'r, ishonchli balla, aldamaydi, halol pok. Zo'r, rahmat, rozimiz bulardan. Yaxshi kunlaringizga rahmat. aka. Aytganingiz kelsin. Mana Gettacha Samarqanddagi seximizdan chiqarib beryapmiz.